Assalomu alaykum. Bugun biz miokard infarkti haqida gaplashamiz. Bu o'ta dolzarb muammo. Hozirgi vaqtda kimdan so'ramasangiz, kimdan bilmasangiz, kim miokard infarktida uchrabdi degan xalq orasida tushuncha mavjud. O'zi miokard infarkti nima degan savol bor. Hammani qiynaydi. Kimdir buni insultmi, kimdir buni infarktmi deb adashtirib yuradi. Infarkt bu o'sha bizni yuragimiz urib turgan yuragimizda qaysidir ma'lum bir joyini yoki zonasini o'lishi, ya'ni o'sha yerga qon yetib kelmasligi natijasida shu joyni o'lib qolishi. Insult esa bu bosh miyada xuddi shu jarayonning kechishidir. Bu haqida ma'lumotga mana ega bo'ldingiz. Soddiy qilib sizga tushuntirdim. Endi bunga olib keluvchi sabablarni bilishimiz kerak. Sabablar qaysi sabablar deyishingiz mumkin. Bu birinchi, hozirgi vaqtda hammani orasida ko'rasiz, asabiy, ya'ni stress. Stress ikki xil bo'ladi. Bu depressiyaga tushibdi, ya'ni kayfiyat yo'q, tushkun yurib har xil nima, bu ham patologik jarayonga ertaga shu miokard infarktga sababchi bo'lishi mumkin. Ikkinchi, bu o'ta jahldor, qachon qaramasangiz urushib yuribdi, o'zidan nima, har xil nimalar faktorlarga aralashib yurib, ishxonada ham boshqa joyda ham ko'rasiz. Bu ham bitta miokard infarktiga sababchi bo'ladigan holatlardan biri. Ya'ni stress, qattiq stresslar bo'lishi mumkin. Ikkinchisi chekish. Bu asosan mana ko'chada yuribmiz, kuzatamiz har xil nimalarni, sigaretalar chekishadi nima. Bir kunda uning iste'moli bir donagina sigaret, bir kunda qon tomirni, ya'ni 1 oy, 1,5 oyga qarishiga. Bu kun davomida qancha iste'mol qilishimiz, yillar davomida buni qabul qilishimiz bizni qon tomirimizni qaritishga olib keladi. Nafaqat bu boshqa qon tomirlar, asosan eng kichik qon tomirlar bu yurak qon tomirlari. Bu ham miokard infarktiga sabab bo'ladi. Uchinchisi bu o'sha tuzli mahsulotlarni iste'mol qilishimiz. Tuzli mahsulot, bizni xalqimiz juda tuzli mahsulotlarni ko'p. O'zi normada bir kunda qancha iste'mol qilish kerak degan savol turadi. Hamma shu savolni ko'pincha so'raydi. Biz tuzli mahsulot, mana qish keldi, tuz yeymiz, shunaqa deydi. Yo'q. Bir kunda me'yori inson organizmi uchun 5 gram tuz iste'mol qilishimiz. Agar shu me'yordan biz ko'proq 10 gram, 15 gram, 20 gram iste'mol qilishni boshlaganimiz, e'tibor bersangiz suv iste'mol qilishimiz. Shunda tomirlar bo'ka boshlaydi va tomirlar o'zini funksiyasini yo'qota boshlaydi. Bu ham albatta miokard infarkti kelajakda sabab bo'lishi mumkin. To'rtinchi, bu hozirgi vaqtda juda ko'p, men sodda qilib tushuntiraman, yosh avlodda miokard infarktini sababchi bo'ladigan faktorlardan tez orada. Mana yaqinda ko'rgan bo'lsangiz, televizorda aytishdiki, yosh organizm 3 ta energetik iste'mol qilibdi bir kunda. Nimaga? Taksist ekan o'zi. Mana oddiy bir xalq orasida taksist. Miokard infarkti va miokard infarkti o'lim bilan tugayapti. Axir yosh organizm 25 yoshli organizm. Biz bunga hozirdan shifokorlar e'tibor bermasak, ertaga shunaqa asoratlar kundan kunga ko'payib ketadi. Energetiklarda tarkibida to'g'ri biz iste'mol qiladigan organizm kerak bo'ladigan taurin moddasi yoki kofein moddasi bor. Sizni tetiklashtiradi. Lekin biz bilmaymizki, uni tarkibida biz uchun zarar bo'lgan boshqa mahsulotlar borligini biz bilmaymiz. Shuning uchun buning iste'molini biza qat'iy kardiologlar ayniqsa to'xtatamiz va uni o'rniga boshqa mahsulotlarni iste'mol qilishni tavsiya beramiz. Keyingi bizni nimamizda asosiy nimalarimizdan biri bu o'sha noto'g'ri ovqatlanish. Noto'g'ri ovqatlanish. Bizni xalqimiz, o'zbek xalqimiz bunga juda darrov hozir menga nisbatan qanaqadir vajohat bilan aytishi mumkin. Yo'q. Albatta meni shaxsiy o'zimni tajribam, o'sha 10 yildan ortiq yurak sohasida ishlashim, chet eldagi tajribalarim jihatidan men aytmoqchi bo'lganim, noto'g'ri ovqatlanishga nima? Biza kechqurun asosan to'yib ovqatlanishimiz kiradi. Mana shu narsaga agar e'tibor beradigan bo'lsak, kechqurun so'ziga e'tibor bering. Biz shuni kunni o'rta yarmida yoki ertalabki agar yaxshi ovqatlansak va kunni oxirgi 3-qismida yengilroq ovqatlanib olsak, shunda biz mana shu infarkt bo'lish ehtimolligini olib kelamiz. Buni asorati nima? Semizlikka olib keladi. Semizlik nima? Pastki bosim bilan yuqoridagi ko'krak qafasidagi bosimni oshishi natijasida bu yurak
nagruzkada ishlab, ertaga qon tomirlariga qon bormasligi natijasida infarktga olib keladi. Agar shu hozir aytib o'tilgan barcha sizga shu holatlarni oldini olish uchun belgilari qanaqa bo'lishini keyingi videomizda men sizga to'liqroq va batafsil ma'lumot davolash haqida va uning nima qilishimiz haqida sizga ma'lumot beraman. Albatta siz bizni kuzatib boring, keyingi videomizda bu haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Salomat bo'ling, o'z sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling.